Salom berdik. Qadrli muxlis. Siz eshitgansiz. Balki guvoh ham bo'lgandirsiz. Bir futbol klubiga sadoqat deganda siz nimani tushunasiz? Demak, hozir aynan sadoqatli. Bir klubda faoliyatini uzoq yillar davom ettirgan 5 ta futbol afsonasi haqida gaplashamiz. Francesco Totti. Roma safida 1992-yildan to 2017-yilgacha faoliyat olib bordi. Francesco Totti Rim shahrida tug'ilib, yoshligidan Roma akademiyasida tarbiyalangan. U professional debyutini atigi 16 yoshida amalga oshirdi. O'sha davrdan boshlab u Rim shahrining timsoliga aylandi. Totti o'z faoliyati davomida bir necha murabbiylar bilan ishladi, ammo har doim klubga sodiq qoldi. 786 ta o'yin, 300 dan ortiq gol. 2001-yilgi seriya chempionligi klub tarixidagi eng muhim sovrinlardan biri. Bir nechta Italiya kubogi va Superkubok g'alabalari. Real Madrid kabi gigant klub taklifiga qaramay, Totti Romani tark etmadi. U uchun shahar, muxlislar va klub qadriyati puldan ustun edi. Totti Rim afsonasi sifatida tarixga kirdi. U futbol romantikasining so'nggi ramzlaridan biri hisoblanadi. Francesco Totti faoliyati davomida nafaqat maydondagi natijalari, balki ruhiy liderligi, muxlislar bilan aloqasi va klub madaniyatiga qo'shgan hissasi bilan ham ajralib turadi. Uning Romadagi yillari futbol tarixida alohida davr sifatida eslanadi. Sodiqlik tushunchasi zamonaviy futbolda kam uchrasa-da, Francesco Totti bu qadriyatni amalda isbotlab berdi. Steven Gerrard Liverpool safida 1998-yildan 2015-yilga qadar faoliyat olib borgan Gerrard Liverpool akademiyasida ulgaydi va yoshligidan liderlik qobiliyatini namoyon qildi. U markaziy yarim himoyachi sifatida jamoaning yuragiga aylandi. 700 dan ortiq o'yin. 2005-yilgi Istanbul finalida tarixiy kambek. Angliya Kubogi, Liga Kubogi va Chempionlar Ligasi sovrinlarini qo'lga kiritdi. Chelsea tomonidan katta moliyaviy taklif bo'lganiga qaramay, u Liverpoolni tanladi. Premier Liga chempioni bo'la olmagan bo'lsa ham, klubni tark etmadi. U haqiqiy kapitan va sadoqat timsoli sifatida eslanadi. Steven Gerrard faoliyati davomida nafaqat maydondagi natijalari, balki ruhiy liderligi, muxlislar bilan aloqasi va klub madaniyatiga qo'shgan hissasi bilan ham ajralib turadi. Uning Liverpooldagi yillari futbol tarixida alohida davr sifatida eslanadi. Sodiqlik tushunchasi zamonaviy futbolda kam uchrasa-da, Steven Gerrard bu qadriyatni amalda isbotlab berdi. Carles Puyol Barselonada 1999-yildan 2014-yilga qadar faoliyat olib bordi. Puyol Barselona akademiyasida tarbiyalangan va himoyadagi jangovar uslubi bilan ajralib turgan. U tez orada jamoa sardoriga aylandi. 593 ta o'yin, 6 ta La Liga, 3 ta Chempionlar Ligasi, Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Jarohatlar va og'ir davrlarga qaramay, Puyol boshqa klublar taklifini rad etdi. U Barselona tarixidagi eng buyuk sardorlardan biri hisoblanadi. Paulo Maldini Milan afsonasi 1985-yildan 2009-yilga qadar Milan safida harakat qildi. 25 yil. Bu chorak asrga teng yillar. Milanga sadoqat. Maldini Milan oilasidan chiqqan. Otasi ham klub futbolchisi bo'lgan. U yoshligidan Milan formasini kiygan va butun faoliyatini shu yerda o'tkazgan. Milan libosida 902 ta o'yin, 5 ta Chempionlar Ligasi, 7 ta seriya, A Chempionligi. Ko'plab takliflarga qaramay, Maldini butun faoliyatini Milan bilan bog'ladi. Himoyadagi mukammallik va sadoqat ramzi sifatida tarixga kirdi. Ryan Giggs Manchester United bilan 1990-yildan 2014-yilga qadar Qizil Iblislar libosida maydonga tushdi. Giggs yoshligidan Manchester akademiyasida o'ynagan. U tezligi va texnikasi bilan ajralib turgan. 963 ta o'yin, 13 ta Premier Liga, 2 ta Chempionlar Ligasi. Butun faoliyati davomida boshqa klub formasini kiymagan. Manchester United tarixidagi eng uzoq xizmat qilgan futbolchilardan biri. Ryan Giggs faoliyati davomida nafaqat maydondagi natijalari, balki ruhiy liderligi, muxlislar bilan aloqasi va klub madaniyatiga qo'shgan hissasi bilan ham ajralib turadi. Uning Manchester Uniteddagi yillari futbol tarixida alohida davr sifatida eslanadi. Sodiqlik tushunchasi zamonaviy futbolda kam uchrasa-da, Ryan Giggs bu qadriyatni amalda isbotlab berdi. Umumiy qilib aytganda, zamonaviy futbolda transferlar tezlashgan, moliyaviy omillar kuchaygan. Shunga qaramay, tarixda sadoqat bilan nom qoldirgan futbolchilar bor. Ular klubni shunchaki ish joyi emas, balki hayotining bir qismi deb bilgan. Bunday futbolchilar futbol romantikasining eng yorqin namunasi bo'lib qoladi. Yashil maydon kanalidan uzoqlashmang. Biz rivojlanishda davom etamiz. Aytgancha keyingi videoroligimiz nima haqida bo'lsin?